Assalom o'quvchilarim, bugun biz sizlar bilan tezlik, vaqt va masofaga oid masalalarni yechishni boshladik va sizlar bilan birgalikda tezlik, vaqt va masofa qanday topilishini ham bilib oldik. Avvalambor bugun sizlar bilan rus tilida masala ko'rishdan oldin tezlik, vaqt va masofa rus tilida qanday nomlanishini bilib olishimiz kerak. Tezlik rus tilida skorost deyiladi. Skorost bu tezlik. Ya'ni biz biladigan V harfi bilan belgilanadigan bu tezlik va vaqt bizda время. Время, vaqt. Va masofa bu расстояние. Расстояние bu masofa. Biz biladigan S harfi bilan belgilanadigan masofa. Demak, rus tilida tezlik skorost, vaqt время va masofa расстояние. Ushbu 3 ta terminni bilib oldik. Endi sizlar bilan bemalol masala yechsangiz bo'ladi. Masalaga e'tiboringizni qarataman. Расстояние в 240 км поезд может пройти за 4 часа, а самолет пролетает за 16 minut. Расстояние degani masofasi 240 km bo'lgan joyni, ya'ni masofa 240 km. Poyezd ushbu masofani 4 soatda bosib o'tadi, samolyot esa 16 minutda bosib o'tadi deyapti. Tushunarlimi? Ikkalasi uchun ham hamma narsa deyarli bir xil. Masalan, yozaman. Bizda S harfi bilan belgilanadi. Расстояние, ya'ni 240 km. Bu poyezd uchun desam, bu samolyot uchun ham 240 km. Endi vaqt masalasiga kelsak, poyezd 4 soatda bosib o'tadi. Vaqt bizda время va время T harfi bilan belgilanadi. T равно 4 часа, 4 soat. A samolyotda esa T nimaga teng? 16 minut, 16 minut. Tushunarlimi? Bizdan nimani so'rayapti? Сколько kilometrов проходить поезд за 1 час? Necha kilometr masofa bosadi poyezd 1 soatda? O'zi 1 soatda yoki 1 minutda yoki 1 sekundda bosib o'tilgan masofa bu tezlik hisoblanadi. Demak, bizdan poyezdning tezligini so'rayapti. Ya'ni men yozaman V va pastiga P harfini qo'yaman, ya'ni V poyezd bo'ladi bu. Va bu yerda bizdan ikkinchi savolda so'rayapti, сколько kilometrов может пролететь самолет за 1 minut? 1 minutda qancha masofa bosib o'tadi? Bizdagi T'miz minutda va yozaman V S qo'yaman, ya'ni bu samolyotning tezligi bo'ladi. Endi o'quvchilar e'tibor qilamiz. Tezlikni topish uchun biz qaysi formuladan foydalanamiz? Tezlikni topish uchun biz masofani vaqtga bo'lishimiz lozim. Demak, poyezdning tezligini topishim uchun nima qilaman? 240 ni 4 ga bo'laman. Xo'p, o'quvchilar, 240 ni 4 ga bo'lsam necha hosil bo'ladi? 24 ni 4 ga bo'lganimda 6 va oxiridagi 0 bilan 0 ni kilometr/час. Demak, poyezdning tezligi 240 ni 4 ga bo'ldik, 60 km/час. Bu nima degani? 1 soatda 60 km masofa bosib o'tadi degani. Endi samolyotga e'tiborimizni qaratamiz. Samolyotning tezligini topishimiz uchun ham masofani vaqtga bo'lamiz. 240 ni bo'lamiz 16 ga o'quvchilar. 240 ni 16 ga bo'lsak necha hosil bo'ladi? 15. 15 kilometr minut bo'ladi bu. Chunki bizdagi vaqtimiz minutda edi. Agar soatda bo'lganda soatda bo'lardi. Demak, 15 kilometr minut chiqayotgan bo'lsa, samolyot 1 minutda 15 kilometr masofani bosib o'tadi.
Poyezd esa 1 soatda 60 kilometr masofani bosib o'tadi. Tushunarlimi o'quvchilar? Menimcha masalalar umuman qiyin emas. Siz bizdan bugungi masalamizda tezlikni so'ragan. Agar sizdan masofa va vaqtni so'rasa ham bemalol ushbu formulalar orqali yecha olasiz. Muhimi, bugungi 3 ta terminimizni yaxshilab yodlab oling. Skorost bu tezlik, время bu vaqt va расстояние bu masofa. Tushunarlimi o'quvchilar? Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, uy vazifasini o'z vaqtida bajarishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.